Köpçülük benden soran salat hem köpçülük kütken salat. Bugün sizler bilen karın salat tayarlaşını görüp çıkamiz. Bazardan 3 kilo karın ek geldim. Bahası ise 105 ming so'm pul bo'ldi. Bu soqlara bölüp kaynatish uchun qo'yib berdim. Bilasizlar, karını yaxshilab 2 marta qaynatmasa hidi ketmaydi. Mana 2 marta qaynatib so'ng dökib tashlab, 3-chisida pishish uchun qo'yib berdim. Karın yanada mazali bo'lishi uchun va chesnok, lavrbergi, 2 qoshiq tuz, 1 dana limonni siqdimdan 4,5-5 soat davomida qaynatdim. Karın tayyor bo'lishini ozgina qolganda unga qo'shiladigan sabzavotlarni ortib doğrab basdim. Qizil gashinni tyokadan chiroyli qilib o'tirib oldim. Qizil bolgarsi hamda go'k bolgarskini salomka shaklida doğrab oldim. Badring ham shu stilda bo'ldi. Qarinlar pishib tayyor bo'lgandan keyin uni suvdan chiqarib olib, yoyib ko'chada 1 soat salqin havoda qo'ydim. Qarin salqinlashib, suvlari yo'qolgandan keyin shu videoda ko'rsatilgan shaklda doğrab oldim. Qarinni zo'r ta'm berish uchun bir kalla chesnokni artib, sixakda o'tirib qo'shdim. Izindən ziravar və yağlarını salıb yaxshilab aralashtirdim. Ziravarlarını to'liq abisanda yozib qoldirdim. Ziravarlar yaxshilab aralashib erigandan keyin doğragan sabzavotlarimizni ustidan qo'shib ularni bir qator aralashtiramiz. Qarin salatimiz to'liq tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, ishtahani g'idiqlaydigan salatlardan bo'ldi. Yaxshi kun va to'ylaringizga kerak bo'lsa, bizlarga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.